Marhamat. Bayraminglar bilan. Ehtirom, Shukur Sulton Xon Hazratlari tashrif buyuradilar. Marhamat. Salam, Şah. Salam, Şah. Salam, Şah. O'ta yoqqa. Salam, Şah. Nimaga meni saltanatimda pashshalar ko'rinmaydi? Qani bizni pashshalarimiz, saroyimizni pashshalar qani? Saroy podshalari sulton huzuriga. O'tkir pashsha, Zokir pashsha, olim bulbul, dumbul. O sultonlar sultoni Burga sulton. Tushunmadim. Pashsha deganingizga hayolim Burga ketdi. Buyuk sulton. Shundoq bo'lsa. O'tkir pashsha. Qolgan pashshalar qani? Pashshalar qolmadi. Nega? O'zingiz zo'r TVda chiqib hammasini o'ldirib tashladingiz-ku. Darrov bilaman qanday yoqqa. Poshshalar shu yerda. Zokir pashsha qani? Olim bulbul. Sumbul og'a, Bulbul og'a, Shakar og'a, Dumbul og'a, kelinglar. Amringizga muntazirmiz sultonim. Hurmatli pashshalar. Sizlarni yig'ishimdan maqsad nedir bilasizlarmi? Yo'q. Eshitamiz shoh. Nimaga saroyda Wi-Fi ishlamayapti? Sultonim, xazinadan 100 tillo to'lagan edik. Menimcha saroy telekom uyaltiryapti. Aniqlaymiz, tekshiramiz. Kechgacha telefon o'ynaysiz. O'ynasam o'zimgina o'ynayapman, senikini emas. Na davlatingizda tartib bor, na haramda tartib bor. Sultonim, haramda ham bir ikkita blogerlar paydo bo'libdi. Nima? Shunday sultonim. Sultonim, bu bloger deganimcha balogir chiqıyor. Shundaymi? Hokimiyat qayerga qarayapti? Mahalla qayerga qarayapti? Sultonim, mahallaga qarayapti. Sultonim, Labey. telefoningizda kimni ko'ryapsiz? Luiza Karinzakni yangi istoriyasi chiqibdi. Shuni ko'ryapman. Ham qara. Sultonim, men ham bitta ko'ray. Senga og'irlik qiladi o'tkir pashsha. Zokir pashsha. Nimagadir Luizaning istoriyasini ko'ryapman, antena chiqmayapti. Sabab? Shunga ham chiqmayaptimi? Chiqmayapti nimagadir. Ola bulbul. Labbay sultonim. Senda antena bormi? Siz mani antenamni o'zingiz chiqmaydigan qilib qo'ygansiz-ku. Nega? Wi-Fi parolini so'rasam bermadingiz-ku sultonim. Uzilgan Wi-Fi'dan uzilgan bo'ladi. Sultonim, Labey. nechun sizni maqtashmayapti? Nega meni maqtamayapsizlar? Zokir pashsha. Oy sultonim, siz buyuklar buyugidirsiz. Siz suyuklar suyugidirsiz. Siz donolar donosi Shukur sultondirsiz. O'xshamayapti nimagadir. O'xshaydi. O'xshaydi. Mana qarang sultonim, qarang. Qarang, sultonga o'xshadimmi? Zokir pashsha. Sultonga o'xshamading, lekin sulton poshsha o'dayvaga o'xshading. Qoch, darrov taxtda bo'shatsa o'tirib olasan-la, darrov. Eshitib olinglar, hurmatli pashshalar. Har bir buyuk erkakning ortida kim turadi? Siz turasiz. Siz turasiz hukmdor. Har bir buyuk erkakning ortida buyuk ayol turadi. To'g'rimi ayollar?
Ana. Zokir Pasha, Labbay. Xurram sultonim ko'rinmaydilar. Xurram sulton sahnaga chiqa olmasliklarini aytdilar. Nega? Sultonim, Xurram sulton ichkarida kanizaklar bilan Qodirxon serialini ko'ryaptilar. Yangi mavsum. Shunday. Qodirxonga meni haramimda qulib ne bormi? Nega Qodirxonni ko'radi? Axir men Xurram sulton meni yonimda bo'lmasa, men o'zimni sultondek his qila olmayman. Og'alar, sultonni nasriyasini ko'tarish kerak. Qanaqa qilib? Nima qilamiz? Shou tashkil qilinsin. Shou kerak. Militsiya chaqir, maska shou qilib beraymi? Qanaqa maski shou, kanizaklar shou. E'lon qiling. Kanizaklar shousi. Sulton saroyida talablarga binoan kanizaklar shousi. Qani bir maza qilay qani. Ha. Mashallah. Bo'ldi. Ha sultonim. Ko'tarildi. Nima ko'tarildi? Bularni ko'rib qon bosimim ko'tarilib ketdi. Qon bosimlari ko'tarildi. Birini tushirsa, ikkinchisi ko'tarilib turadi. Sultonimizni qon bosimlarini tushirishni yagona yo'li, yakkayu yagona yo'li Xurram sulton topishimiz kerak. Qayerdan topamiz Xurram sulton? Bor Xurram sulton, bor. Qani? Mana 3200 ta Xurram sulton o'tiribdi. Zokir Pasha. Qanday bo'lar ekan? Qanday bo'ladi sultonim, sizga yarashaveradi. Oyliging ko'tarildi. Rahmat. Marhamatingizni cheki yo'q. Men qara. 5 sekund hal qilamiz. Qani? Qani, hurmatli poshshalar, Xurram sulton topaylik. Qani. To'xtang. To'xtang. Ayollar oldiga quruq borib bo'lmaydi. Mana. Hurmatli pashshalar, ayollarga juda pashshada yopishmaylar, iltimos. Hop. Sultonim, hozir Topinglar. hal qilamiz. Menga Xurram sulton kerak. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, qani, chiroqni yoqib yuboring, Xurram sultonni ko'raylik. Ya. Sultonim, Labe. mana bu yerda Xurram sultonlar ichida saroy shoiri Bobur Bobomurod ham o'tirgan ekan. Jallod! Sultonim, Yo, saroy shoiriga tegmasin deb aytmoqchiman. Bobur nima deding? Bobur Bobomurod. Bizda shoirlar ko'p. Mo'ylov hali ham turibdi, men ko'rmayapman. Bor. Bobur Bobomurod, shoir. Qulluq qiling, shohga qulluq qiling, ta'zim qiling. O'tkir Pasha. Labay. Bobur Bobomurodga ayting, men haqimda bir 4 misra she'r to'qisinlar. Bilasizmi, sulton haqida she'r bilasizmi? Bo'lmasa jallod qo'lda. Taqdir. Mikrofonni bering. Bobur Bobomurod, menga qara, shohga qara gapiradi, men sultonga. Yonlamachasiz turing. Boburjon, ayting she'r menga. Assalomu alaykum azizlar. Juda aqlli. Shohim assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Saltanatingizga ko'z tegmasin. Lekin men saroy shoiri emas, ko'ngillar saroy shoiriman. Va bugun o'sha sizni barcha mamlakatingizdagi saltanatli ayollarimiz, onalarimizga hammalariga bayram muborak bo'lsin. Bu she'r sizga atalgan, lekin siz nomingizdan ayollarga-da. O'tkir Pasha, Bobur Bobomurodga mening boyligimdan bir qop tilla berib yuboringlar. Assalomu alaykum. Ayol zoti mo'jiza tilsim. Qovurg'adan yaralgani chin. To'g'rilamoq, tuzatmoq bekor. Uni faqat silamoq mumkin. Bayramlar muborak bo'lsin. Ajoyib. Bobur Bobomurod oxirgi misrasini e'tiboring eshitmadi. Nima qilmoq? Uni faqat silamoq mumkin. O'tkir Pasha bering, gap qaytarmang sultonga. Oxirgi misrasini qaytaring Bobur Bobomurod. Uni faqat silamoq mumkin. Bobur. Shoir ehtiyot qilinglar.
O'tiring shoir, Shoirga sultonimiz buyurdilar. O'tiring. Oxirida aytganim O'tiring, o'tiring. Bobur Bobomurod. Sultonim, Bobur Bobomurodning oldida Sardor Mamadali ham o'tiribdi. She'r aytsinmi? Sardor qo'shiq ijro etib beradi. Bu Hali saltanatimdagi yaxshi hofizlardan biri. Bo'ldi. Kelsinlar, saroyga Buni kelsinlar. Sardor qoshi chiroyli qoshi. Buyuring, sal tekislab qo'yaylik. Yo'q. Sizlar Og'alar. Xurram qidiringlar, Xurram. Bo'ldi. Ha, og'alar, qani sizlar? O, Muzaffar poshsha, Xurram sulton o'zi qanaqa odam bo'lgan? yaxshi odam bo'lgan. Xurram sulton go'zal ayol bo'lgan, lekin Ular o'tirganlarning hammasi go'zal. endi Bu tomondagilar ham go'zal. Xurram sulton juda ham aqlli ayol bo'lgan. Bular hammasi aqlli. Ha, bu tomonda ham hamma aqlli. Lekin Xurram sulton asabga o'ynaydigan bir odatlari bor. Kechirasiz. Bular ham o'ynab turishadi asabga. Bizada asabga o'ynaydiganlar balkonda. Muzaffar Pasha. Labbay. O'sha 16-qatormikin o'sha yerda bir ko'zimga Xurram sultondek ko'rinyapti, lekin Xurrammikin o'sha qarangchi, u chap tarafda. Sultonim, Tabii. u Xurramxon emas, Xurrambek erkak kishi. Sultonim, siz Xurrambekka shuncha Xurram orasida Xurram bormi? Sultonim, siz xurramsirab ketganingiz uchun xurramdek ko'ringan. Sultonim, Topinglar, qidiringlar. shuncha go'zal ayollarni ko'rib, mashhur shoir Hofiz Shiroziy g'azallariga o'xshatma qildim. O'qing. Ayting. Qani, agar ko'nglimni olsa bir o'zbek jononi, qaro holiga baxsh etgum Istanbulu Anqaroni. Bo'ldi, bas. Hey! Bo'ldi. Jallo chaqiraymi? Bo'ldi. Istanbul bilan Anqarani tinch qo'ylaring. O'zi shunda ham Istanbulni o'zbek ayollarga berib qo'ydik. To'ppa to'g'ri. Mana bozori, nima bozori? Lalalilayman nima? Lalili bozori. Lalili bozor, hammasi o'zbek ayollar. O'zbek ayollari. O'zbek ayollar borimizni ham olib ketyapti. Olib ketyapti. Molimizni ham tashib ketyapti. Tashib ketyapti. Indamasang 3-4 ta erkaklar ham tashib ketishyapti. Tashib ketishyapti, tashib Ha, ketishyapti. tinch qo'yinglar. Hop. Istanbul, Anqara unaqa. Hey, angladingmi? Tushundik sultonim, bo'ldi, tushundik. Xurram sulton qaysi tilda gapirgan? Qaysi tilda? Xurram sulton ukrainalik bo'lgan, xlapushka bo'lgan. O'qimagan xalapushka emas, xahlushka bo'lgan. Xaxlushka demoqchi edim. Yasha. Turk tilida gapirgan. Yashang. Ana, olim bulbul, dumbul. Labba. Aynan xuddi shunaqa turk tilida gapiradigan Xurram sulton kerak menga. Turk tilida gapirgan. Ayollar kim turk Bormi? tilini biladi? Turk tilini biladiganlar bor. Kim biladi turk tilini? To'xtang, mana. Qarang. Keling, assalomu alaykum. Hozircha men sizga aytaman, siz shuni turkchasiga aytib bering. Sultondan so'rang, qancha oylik olasiz deb so'rang, turkchasiga qancha oylik olasiz deb. Sulton oylik oladi. Muzaffar Pasha, sulton oyligi olmaydi. Men oylik tarqataman. Ha. Sultonim, mana ayollarimiz chiroyli Xurram sultonga o'rnini bosadiganlar bor ekan. Siz turkchalab ayting. Mana erkak kishi ichib kelsa, o'zbek ayollar nima deb qarg'aydi? Nima deb qarg'aydi? Og'zingdan qoning kelsin deydimi? Shuni turkcha qilib ayting. Og'zingdan qoning kelsin. O'tkir Pasha, mendan so'rang. Siz bilasizmi? Gelsin, qon gelsin. Lexta qon gelsin deyiladi. Ofaring. Mana bizga tomonda turkchani biladigan ayollar bor. Qani? Hurmatli opa-singillar, mana ayollar masalan eri ovqat zakaz qilib qo'ysa-da, kechqurun ovqat tayyorlab qo'y deb, kechqurun o'zi qornini choyxonadan to'xlab kelsa, ayol nima deydi eriga qarab? Ha, to'ydirib yubordimi deydi, to'g'rimi? Shu turkchasiga nima bo'ladi? Nima? Do'ydirdimmi bo'ladi? Do'ydirdimmi bo'ladi? Posholar. Mana, ayollar, erkak kishi yuradigan bo'lsa nima deysizlar? Xotinboz deysizlar. Shu turkchasiga nima bo'ladi xotinboz? Uni men bilaman, xotinxo'r bo'ladi. Shashlikxo'ri bilamiz, xotinxo'ri endi eshitchi. Somsaxo'rda ham eshitganmiz. To'yib kelganini bildik, mana yurib kelganini eshitdik. Agar chakib kelsa turkchada nima bo'ladi shu chakib kelsa? Olim bulbul. Nima chekib kelsa, haydar li. Hadi canım, hadi. Voy, poshshalar. Ha, Topdim. qani? Mana Xurram sultonga o'xshaydigan. Faqat qora sochi, sariq emas. Mana. Zokir poshsha bizga ko'rinmayapti. O'rnlaridan tursinlar. Gabaritlarni ko'raylik, o'lchamlarini ko'raylik. Voy, gabaritlari chotki, bag'irlari keng. Ya, aniqlik kiriting. 2XL mi, 3XL mi? Bir 10 XL bor. Ey, sultonimizning didlari nozik,
1XL dan toping. Dillaridan o'rgilay, o'zlari ham 16 XL bo'yatibdilar. Zokir Pasha, boriga baraka olib chiqing. Siz bu ko'rsatuvingizni maqtamang. Keling, singlim, keling. Olib keling. Keling. Qarsagini eshitilmayapti. Kuydiringiz ko'zimni, Xurram sulton ekansiz. Istasangiz o'zimni, saroyimda bekamsiz. Kuydiringiz ko'zimni, Xurram sulton ekansiz. Singlim ismingiz nima? Singlim ismingiz? Faridamidi nima? Ha, Feruza debdilar hozir. Demak, Shovqinda. Xurramxon rolida ilk marotaba sahnada Feruzaxon Qarsagilar. Taqing, buni taqing. Ey, kimsan, ey? Xurram sultonning rolini o'ynayapsiz. Bu yerda hamma ayollar orzu qiladi Xurram sulton bo'lishni. Bo'ldimi? Siz malika bo'lasiz. Men sizni kutib olaman shohning yonida, sultonning yonida. Vaqori bilan yuring, vaqori bilan. Xurramxon, mamlaqa yuring, Xurramxon. Chiroyli yuring, chiroyli. Xurram sultonni qarshi oling. Marhamat. Qarsanglar. Xon xurrak tortyaptilar. Uyg'oting. Turg'izing, uyg'oting. Yuzlariga uring. Mana qarang, siz Xurram rolidasiz, podshoni huzuridasiz, sultonni. Uxlab qopdilar. Sekin borib yuzlariga shapaldan uring, sekin. Erkalar. Uring, qo'rqmang, urganni yoqtiradilar. Urish kerak bu sultonni, uring. Yoqdi. Maza qilsalar shunday qiladilar. Maza, ha? Yana bitta. Yana bitta. Jubbus. Qattiqroq uring. Yana bitta. Unis tegmadi ham pashta. Qanaqa qurishni men sizga ko'rsatib beraman, qarang. O'ylayapsiz siz, mana qarang. Qulochka ishlab. Zokir Pasha, lapatkani ol. Mana sizni qo'lingiz yoqdi. Zokir Pasha. Labay. Qayerdandir tezroq Xurram sultonni Topdik. restoraningiz aloqaxonasi yo'qmi? Bor bir pashsha qo'nganida hozir uchirib yuboraman. Çok güzel seviyorum. Bakkayam uring. Yog'iga kiyinay mursinlar. Xurramxon, sizni qayerdadir ko'rgandayman. Nabada siz bilan Amirsoyda ko'rishmaganmizmi? Yo'q. Beldirsoydami? Yo'q. Demak, Chuqursoyda bo'lsa kerak. Yo'q. Anglamadim. Xurramxon, siz sultonning oldida turibsiz, bayram arafasi. Hozir nima so'rasangiz yo'q demang. Kayfiyati zo'r. So'rang, bir narsa so'rang. Qarz so'rang. Tanlabomi nimaga qarz so'raydi? Bizning odamlar eng aqllilar bilasizmi nima qiladi? Pulli odamni ko'rsa sirasi qarz Yo'q, so'raydi. bo'lmaydi. Mana qarang. Bitta mashina so'rang. Elektromobil. Elektriskiy mashina so'rang. Ha, beradi, so'rang. Mayli, bitta mashina olib bersinlar. Zokir Pasha, anglamadim, mashina? Araba so'rayur hukmdorim, araba. Sal bo'sh ketsangiz eshak ham so'raydir. Arabami? Araba so'raydir. Olim eshak. Lapay. Araba keltirdi. Xo'p bo'ladi sultonim. Men anglamadim sultonim. Ne anglamading? Men olim bulbulmi yo olim eshakman? O sultonimni tushunmadingmi? Gaplari olim virgul eshak araba keltir. Virgul bor. Araba keltirilsin. Ana. Muborak bo'lsin. Maestro muzika bilan qarshi olmaysizmi? Eshak araba-ku bu. Araba. Xurram sulton kechirasiz. Mashina turk tilida araba bo'ladi. Bu turkku. Araba deganingizga men araba olib chiqdim. Mana qarang, eringiz bormi? Bor. Qayerda o'tiribdi? Bu yerda. Bu yoqda. Eringiz bu yoqda, o'zingiz bu yoqda. Birga yashaysizlarmi ish qilib? Eringizni chaqiringda, shu aravani birga tortishib yuraverasizlar, xo'pmi? Er xotin qo'sh ho'kiz degani mashi bo'ladi, deydimi? Xafa bo'lmas. Mana qarang, xafa bo'lmang. Hoy, boshqa narsa so'raymiz. Bitta qincha ashula bersinlar, shuncha ayollar o'tiribdi. Ovozlari zo'r sultonlar. So'rang. Ashula so'rang. Mayli, bitta hincha qo'shiq aytib bering. Hamma ayollarga bag'ishlab. Zokir Pasha, anglamadim, nedir? Qo'shiq so'rayur, qo'shiq. Qo'shiq. Hincha so'rayur. Hincha? Menmi? Ha. Sulton bo'lib turib. Hincha qo'shiq. Hayronman. Naqa hincha keragi bor? Men qarang, ashula tomida shakili. Toshkent Citydan 2 xona dom so'rang. O, Uyli bo'lib qolasiz.
so'rang so'rang sulton so'rang Toshkent City'dan 2 xonali uy olib bering. Anglamadim. Bundan ham oshib tushdi. Sultonim, Toshkent City'dan emish, 2 xonali uyimish. Qaysi kengcha shuni aytib berish kerak edi? Tashakkurlar. Aziz mehmonlar, biz siz sevib tomosha qiladigan serialga ozginagina hazil parodiya qildik. Arsigilar. Muzaffarman, Feruzaxonni kuzatib qo'ying. Ha. Feruzaxon ham kostyumingizni berib keting, prokatni kiydi. Xurram sulton. Keyin boshingizligini ham bering, kelin salondan olib turdik. Mana biz. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Xurram sultonga bitta qarsakinglar. Rahmat chiqqaningizga.